alaykum aziz obunachilar. Mana bugun biz Toshkentdagi ishimiz bir tarafini polni to'qib oldik. Tunukalari qoldi-yu, endi xudo xolos to'qib oldik. Bu xonadonimizga ham lazerda mramora bo'lyapti. Shunday bo'ladi, xudo xolasa. Bu taraf to'qib bo'ldi. Toshlari ham qo'yildi, xudo xolasa. Bu yerda endi reykasini to'qiyapmiz. Shogirdlar pastdan donini qo'yib ketishyapti. Ko'pchilik so'raydi, reyka ko'tarib beradimi deb. Salva, bir anaqa qilib, tepaga chiqib ber. So'raganlar uchun. Bolamiz. Necha kilosan Salva? 60 kilo. 60 kilolik bola. 2 dona reykada bemalol silkinib chiqyapti. Bu orasida. Yo'q, shoh. Bemalol ko'taradi. Xomush, pishirish, paxsa, silaka blok, pena blok hamma yo'q o'tadi. Bu yerda deraza bo'lgan, derazani yopib qo'ydik. Toshimiz. Akalar plastmassa yo rezinka bo'lmaydi. Chista quyilgan beton. Eron sementali. Eng vishi sementdan bo'ladi. Tepa taraf eng vishi sement, tagi 550 markali sementdan bo'ladi. Xudo xolasa rangi ancha-munchaga o'chmaydi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, pastdagi nomerlar bemalol aloqa chiqsa bo'laveradi. 24/7 xizmatdamiz. Toshlar ham kerak bo'lsa bemalol aloqa chiqarasizlar, topib bera olamiz.